Falconiya kompaniyasi Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimizga o'zining arzon, qulay hamda ishonchli avtobus va mikroavtobus xizmatini taklif qiladi. Unda siz Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus yoki Sprinter orqali yetib olishingiz mumkin. Reyslar vaqtini ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olish imkoniyatiga egasiz. Dunyo mamlakatlarining harbiy muvozanatiga doir jahon reytingi e'lon qilindi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida armiya ko'lami bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda. So'ngra Qozog'iston va Turkmaniston joylashgan. Tojikiston va Qirg'iziston moddiy imkoniyati cheklanganligi tufayli yirik sonli armiyalarni saqlay olmaydi. Hisobotda ta'kidlanishicha, raketa to'plamlari Qozog'istonda 12 dona bo'lsa, Turkmaniston ixtiyorida 16 dona shunday majmualar bor. Jangovar samolyotlar faqatgina O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistonda mavjud. Qirg'iziston va Tojikiston faqat harbiy transport samolyotlariga ega. Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng kuchli harbiy aviatsiya Qozog'istonga tegishli. O'zbekiston esa vertolyotlar soni bo'yicha birinchi o'rinda deya ta'kidlanadi hisobotda. Umuman eslatib o'tamiz, harbiy kuch-qudrat reytingida O'zbekiston mintaqa mamlakatlari orasida birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda Qozog'iston bo'lsa, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston tegishli tartibda. Garchi Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston qurolli kuchlari safida 1940-yillarning artilleriyasi bo'lsa-da, ularning jangovar holati qoniqarli darajada. Bu borada Qozog'iston Markaziy Osiyoning yetakchi davlati hisoblanadi.